Assalomu alaykum. Mana bugun 15-oktyabr hafta kuniga chorshanba. Sizlarga Chimyon Mindon kon o'rik bozori quruq mevalar narxlari bilan tanishtirib boramiz. Kuzatib boring. Mana bozorlarimiz boshlangan. Sekin narxlarni tanishtirib boramiz. Bormaylar. Nechta bo'lyapti yong'oqlar? 14,5 ming. Qizil mag'izmi? Yo novvatmi? Ama bozor qanaqa bo'lgan aka? Charchamasdan. Siz nechta bo'lyapti oq mag'iz? 19 berilmadimi? Uchoq yuk ekan ha. Barga nechi pulga boribdi barga? 22. Mana uchi Shpovniy. Shpovniydan narxini so'rashyapti. Mana 20 o'tgan yilga ekan. 23 mingga berilmabdi. Yangisi chiqdimi, chiqqan yo'qmi? Nechi pul bo'lyapti? 16-17 bo'lyapti ekan Shpovniyning yangisi. Mana anjir qoqilar dimlangani nechi pul? Bu nechi pul edi? 10 ming donasi. 10 ming ekan bitta donasi. Shuna bitta boylami? Bu anjirmi? Anjir qoqi. Anjir qoqi ekan. Berib qolmasin, hayrat o'zi. Olmay aka? Mana qanday ko'ringlar. Nechta sotilyapti? Doniyor aka nechta sotilyapti? 18 ga bermayapman. Men o'zim olib ketib bitta bola tayyorlab olib ketaman. Naq bo'lyapti. 18 ga agar dinlasiz 18 ming naq bo'lyapti ekan. Bariz qoraga. Naqladi bilib oldimi? Sparilar nechta bo'lyapti? Kimdan aka? Sizdanmi sparay? Nechta bo'lyapti aka? Egasi yo'q ekan shekilli. 23 ming? 23 mingga berilmayapti ekan mana sparay. Zo'r tubidan. Charchamasdan. Rahmat. Ha, nech pul bo'ldi aka bu pul? 25 ming qilishdi. Siqoni o'ringlar. Bermadingizmi 25 ga? Yaxshi ekan omali. Sveti ham yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Aka bozor qanaqa bo'lyapti bugun? Zo'r yaxshi, o'sa ham sotsa ham bo'laveradi. O'rtacha. Xudoga shukr, tinchlik bo'lyapti. Zo'r yaxshi. Savdo bo'lyapti-ku, ha? Bo'lyapti. Mana nokoqlar 20 ming so'm bo'lsa sotilar ekan. Dimlangani. Shingich-kengich qilib kesilgan mana. Arzonchi. Bunisi 30 ming bo'pti mana sparak bargak. 30 mingga berilmoqda. Subhoni 35 ming narx etilyapti. 25 ming so'm narx bo'pti berilmoqda. Neçe buldu? Ha şey. Oktober. Neçe buluptu? 20 ming so'rashadi. 20 ming so'm so'ralyapti.
Oftobi naturalniy subhoni. Mana. Qattiqroq ekan bu. Bozor qanaqa aka? Susroqmi? Buguna mana subhonuri 18 ming qilib berilmabdi. 20 ga ham berilmasa kerak, yaxshi ekan. 18 qildi bermadim deyapti. Qimmat o'yamman deyapti. Bu yaxshi ekan. Nima gaplar? Mana bankaga qadag'langan o'riklar mana. Nech pul deyapti-ku? Nech pul bankas? 75 ming. Bankas 75 ming ekan. O'rigi qanaqa o'rik ichidagi? Subhonini sal dona kichkinaroq ekan. Qurt tushmaydi, o'sha yumshoq holaticha turadi, qatib qolmaydi. Yeyish uchun juda qulay mana shu. Mana bankalarda. Bunisi qanday ekan? Qanday nech pul ekan? Bular. Ha, qantayligi 50 ming so'm ekan. 1,5 kilo sig'adimi bunga, aka? 1,5 kilo sig'adimi bu bankaga? 1 kilo 400 gram sig'ar ekan. 2 litrli banka mana. Ana shu akaniki. Tamamı? Mağazda iş böyle. Bunu çaktıramadım. Şanlı bunlar. Haştay bozor bugün sal susroq ekan. Aha. Hozir bu. Mana shu haştaylar 35 ming bo'pti, berilmabdi mana. 35 ga berilmabdi bunisi. Bunisi ham shunaqa narx bo'pti mana. Nech bo'libdi ustam? Charchamasdan. Rasmga olmasdan o'rniga. Nech bo'libdi? 35 mingga berilmayapti ekan bu yoq. Yaxshi ekan. Haştay bozor sal susroq ekan bu hafta. Bunlar to'planib qolmasdi. Yo endi bo'ladimi ekan. Sal bozor susroq ekan haştay bozor. Hormay aka nech bo'libdi? O'sha nech pul qildingiz? 10 ming qilyaptilar. Subhoni dimlangan, sal shikolat svetroq ekan, ha? Ha, aka dimdan qizg'an Ha, ekan. dimni sal kamroq bergan ekan. 10 mingga berilmayapti ekan. Mana dimlangani. Betlaqa yo'q ekan. Assalomu alaykum aka. Bo'sh kelasa bu aka. Nech pul bo'lyapti? Nech pul bo'libdi ashi barga nima? 32 sotildimi? Mana subhoni 32 ming sotilibdi barga. Bir ikkita sepkili bor ekan. Lekin baquvvat barga ekan. Ikkovi bir ekan, ha? Cho'mi? 32 ming sotilibdi, yaxshi sotilibdi. Bu nech pul bo'ldi bular? Bular nech pul qilyapti? Bular 30 mingmi?
Mana bular tushib qoldi. 30 ming so'mga berilmayapti ekan bunisi. Yaxshi balga ekani bitta ikkita sepkili bor ekan. Mana subxona bargi dimlangan, chiroylisi. 45 ming so'm bo'pti, berilmabdi. Mana 45 mingga berilmabdi. Nechta qopda, nechta kilo bor? 520 kilo. 520 kilo bor ekan. Mana chiroyli ekan. Otaga o'ringlarni hech bir bo'lyapti. Bu meniki emas, hozir. Ye, sizniki emasmi? Meniki onada. Sizdan emasmi bular? Yo'q, egasi bor. Baquvvat o'ri ekan. 26 ming. 26 mingga berilmabdi. Yo'q. Bu cho'ychi yaptı. Ha, cho'cha. Hech bir qilish to'g'ri. Yaxshi o'ri ekan-a, Rustamjon? Ha, sabullar. Hech bir qilish. 26 mingga berilmabdi. Kurtu bor ekan-a? Kurtu bor ekan. Sepkilo, kurtdan ham sepkilo. Buni degan nech pul qilyapsiz? 32 ming. Siz charchamasdan. So'z qilasiz. 32 ming so'm bo'lyapti ekan. Subhona. Nechta qopti ekan? Bundan bir tunni oshiramiz. Bu bet, ya,